Mana ayrim dinlarda o'ng betingga ursa deydi, chop betingni tutib berdi. Bu to'g'ri emas. Alloh taolo deyapti, meni mo'min bandalarim agar ularga biroz zulm qilsa, zulmga qarshi kurashadi. Kurashib g'olib bo'ladi, yengadi. Shuning uchun taslim bo'lib qolish, xorlanish, suskash bo'lish, shijoatsiz, g'ayratsiz bo'lish bu mo'min kishiga yarashadigan sifat emas. Chunki mo'min Alloh bilan birga bo'ladi. Unga suyanadi, undan panoh so'raydi. Mo'minga yarashmaydi ojizlik. Chunki mo'min al-qohir bo'lgan Robbning bandasi. Mo'min al-qoviy bo'lgan Robbning bandasi. Mo'min al-g'ani, boy bo'lgan, behojat bo'lgan Allohning bandasi. Bunaqa Robbning bandasi xor bo'lishi mumkin emas.